Mana yoshlar nimaga sinib ketyapti? Hozir nimani ko'ryapmiz biz? Ravshan ko'p pul topgan bola oxirgi 1 yil ichida enasini ko'rdi-da, real. Sinib yo'q bo'lib ketdi. Nechtasini ko'rdik shaxsan o'zimiz. Yaxshi mashina oladi. Вот именно. Lekin qarasa bor puliga yashayotgan bo'ladi. Hech narsasi yo'q. Mashina olmagan, uy olmagan, asset qilmagan, pul olib qo'ymagan. Pul kelishni boshlagandan keyin o'ylaydiki, ha, doim shunaqa pul keladi. U garantiya yo'q doim shunaqa pul kelishi. To'xta, sen 50 ming pul ishlading, uyga to'lov qil, uyingni ol, boshqa narsa. Keyin mana doim aytaman-da, bolalarga aytaman, uy ol, qanaqadir kapital qo'y, bilgan bo'l qiyin. Chunki sen уже sinmaysan. Na xudo ekan, $500-600 ga o'zingning uyingda yashayverasan. Yotib olib, baga misol uchun nimadir bo'lsa-da, bu to'la qimmat mashina oladi, boshqa qiladi. Vyeboni грубо говоря, ya'ni o'zini ko'rsatishga harakat qiladi. Oqibatda pul kelmayapti. Nestoandan katta ofislarni olgan, 10 ming, 15 ming dollar arendaga uni to'la olmaydi. Faqat rasxodda. Ya'ni asset bor, liability bor. Bu narsani bilamiz. Odamlar investitsiya emas, rasxod qilishga yanaqa. Bu o'sha xavfsizlikni o'ylamaslikdan kelib chiqadi. To'xtama, investitsiyamni qilib qo'y, mana shu pulimni mali qilib qo'y, ertaga mabodo ishim yurishmay qolsa nima qilaman degan fikr umuman hech kimda bo'lmaydi. Hozir ketayotgan natija keyin ham bo'ladi. Shunaqa deb o'ylaydi. Bu illyuziya.